Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga shu fasondagi yoqani chiqarilishini o'rgatmoqchiman. Ya'ni bir obunachimiz shu yoqani chiqarishni ko'rsatib berishini so'rabdi. Demak, bizga birinchi bo'lib mana shunaqa andazamiz kerak bo'ladi. Ayollar asos andazasi. Demak, biz buni kopirovka qilishdan ishimizni boshlaymiz. Andazamizni qog'ozimizga qo'yib olamiz. Bizga buni belgacha qismi kerak bo'ladi. Demak, bellarini, nasichkalarini bir-biriga to'g'rilab, teng qilib kopirovka qilib olamiz. Andazani ishlatishda to'g'ri foydalanish kerak, bo'lmasa o'lchovlarimiz noto'g'ri chiqib qolishi mumkin. Demak, kopirovka qilishni boshladik. Iloji bo'lsa, andazamizni skotch yordamida qatirib olib, keyin qilsangiz ham yana ham to'g'ri chiqadi. Endi buni qirqib olamiz. Yoqamizni, bo'yin o'ynasini qirqib olmaymiz. Andazamizni qirqib oldik. Endi bizga vitichkalarimizni birinchi ko'chirib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana shu vitichkamizni qo'ltiqqa ko'chirishimiz kerak. Buning uchun qo'ltiqdan 3 sm pastga tushib olamiz va bu nuqtani ko'krak markaziga tutashtiramiz. Endi esa shu vitichkalarimizni qirqib olamiz. Oxirigacha qirqib olmanglar. 1-1,5 mm qolishi kerak. Endi esa bu ko'krak vitichkamizni qirqib olamiz. Sm o'tib olamiz. Demak, meni fasonimda koketkali edi. Koketkani uzunligi esa 19-20 edi. Men mana hozir 19 ni topib olaman va qo'ltiq o'yindimdan 13 sm pastga tushib oldim. 13-14 va mana shu joyini ovalniy qilib birlashtirib chizib olaman. Buning uchun linika yordamida chiroyli qilib ovalniy shakl chizib olamiz. Endi esa mana bu 1 sm o'tib olgan nuqtamizni koketkamizni uchigacha olib kelamiz. Yelkamizni bo'yin o'yindisiga to'g'ri chiziq qilib tutashtirib olamiz. Va mana shu chiziqdan 1 sm pastga tushamiz. Va mana bu joyini mana bunday qilib birlashtirib olamiz. Mana yoqamizni ham tayyorlab oldik. Endi esa koketkamizni ajratib olamiz. Endi qiladigan ishimiz shu qo'ltiq ostidagi vitichkamizni bel vitichkamizga ko'chirib olishimiz kerak. Bel vitichkamizni xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib ko'krak markazigacha qirqib olamiz va qo'ltiq osti vitichkamizni yopib skotchlab olamiz. Demak, bizda koketkamiz va etak qismimiz tayyor bo'ldi. Xohlasangiz etak qismini kasov holatda bitishingiz ham mumkin. Yo bo'lmasa yoniga 10-15 sm qo'shimcha haq qo'shib burmaga terib olishingiz ham mumkin. Meni fasonimda shu yoniga 10-15 sm qo'shimcha haq qo'yib burma terganman. Video darslik sizga yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lishni unutmang va yana sizga qaysi fasonlarni modellashtirib berishimni